Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Venesuela prezidenti Maduroning qo'lga olinishi haqida ma'lumotlar. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, AQSh Janubiy Amerika davlatiga keng ko'lamli zarba berganidan so'ng Venesuela prezidenti Nicolas Maduro qo'lga olingan. Trampning so'zlariga ko'ra, Venesuela prezidenti va uning rafiqasi AQSh huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan harbiy operatsiya davomida mamlakatdan olib chiqib ketilgan. Ularga Nyu-Yorkda giyohvand moddalar va qurol-yarog' bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha ayblov qo'yilgan. Bu xabar shanba tongining ilk soatlarida poytaxt Karakas bo'ylab, jumladan harbiy bazalarda portlashlar qayd etilgani ortidan tarqaldi. Shundan so'ng Venesuela hukumati Maduroning tirik ekaniga oid dalillarni talab qildi. Shuningdek, qurolli kuchlar safarbar etildi va milliy favqulodda holat e'lon qilindi. AQSh Venesuela prezidentini giyohvand moddalar kontrabandasida shaxsan ishtirok etganlikda ayblamoqda. Maduro esa AQShni bosim va qo'rqitishda ayblab keladi. Operatsiya haqida nimalar ma'lum? BBCning AQShdagi hamkori CBS xabariga ko'ra, Maduro AQSh armiyasining eng nufuzli kontrterror bo'linmasi Delta Force tomonidan qo'lga olingan. Donald Trump shanba kuni Fox and Friends dasturida Maduroni va uning rafiqasini qal'aga o'xshash uydan olib chiqishganlarini aytdi. Trump operatsiya davomida AQSh harbiylari orasida halok bo'lganlar yo'qligini, jarohatlanganlar esa kam sonli ekanini aytdi. U operatsiyani jonli efirda kuzatganini ham qo'shimcha qildi. Maduro va uning rafiqasi keyinchalik kema orqali Nyu-Yorkka yuborilgan. CBS News'ning xabari berishicha, Venesuela hukumati ichidagi CIA manbasi Maduroning joylashuvini aniqlashda AQShga yordam bergan. Bu manba bir necha oy davomida rejalashtirilgan keng qamrovli razvedka tarmog'ining bir qismi bo'lgan. Trampning aytishicha, AQSh kuchlari ikkinchi to'lqinga ham tayyor bo'lgan, ammo birinchi zarba shunchalik kuchli bo'lgani sababli bunga hojat qolmagan. Fox and Friends dasturidagi suhbatda Trump Maduroni bir hafta avval o'zi bilan gaplashganini, unga taslim bo'lish kerakligini aytganini bildirdi. Trampning aytishicha, Maduro muzokara qilishni istagan. Mamlakatni kim boshqarishi haqidagi savolga Trump, biz bu jarayonda juda faol ishtirok etamiz va mamlakatni hozircha o'zim boshqaraman deb aytdi. Biz Venesuela xalqiga tinchlik, erkinlik va adolat istaymiz deb qo'shimcha qildi Trump. Venesuela hukumati Miranda, Aragua va La Guaira shtatlari ham zarbaga uchraganini ma'lum qildi. Venesuela prezidenti Maduro nimada ayblanmoqda? AQSh bosh prokurori Pam Bondi Maduroni va uning rafiqasi birinchi xonim Celia Floresni Nyu-York Janubiy okrugi sudi tomonidan ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Ular quyidagi jinoyatlarda ayblanmoqda: narkoterrorizm uyushtirishda, kokain olib kirish bo'yicha, pulemyot va portlovchi qurilmalarni saqlash, AQShga qarshi qurol-yarog' saqlash bo'yicha. Ular tezda Amerika sudlarida, Amerika tuprog'ida Amerika adolatining to'liq qahriga duch kelishadi deb aytdi Bondi. Venesuela bu vaziyatga qanday munosabat bildirdi? Venesuela vitse-prezidenti Delcy Rodriguez hukumat Maduroning va uning rafiqasining qayerdaligini bilmasligini aytib, darhol tirik ekaniga dalil talab qildi. Mudofaa vaziri Vladimir Padrino Lopes zarbalar tinch aholi hududlariga tekkanini aytib, qurbonlar va yaratlanganlar haqida ma'lumotlar to'planayotganini bildirdi. Rasmiy bayonotda AQSh harakatlari Venesuela hududi va aholisi, fuqaroli va harbiy obyektlarga qarshi o'ta jiddiy harbiy tajovuz sifatida qoralandi. Hukumat AQShni xalqaro tinchlik va barqarorlikka tahdid solishda, Venesuelaning neft va foydali qazilmalari kabi strategik resurslarini egallashga urinishda ayblab keldi. Trump va Maduro AQShga migrantlar oqimi va giyohvand moddalar, xususan fentanil va kokain masalasida keskin ziddiyatda bo'lgan.
Tramp Tren de Aragua va Cartel de Los Salesni xorijiy terror tashkilotlari deb e'lon qilgan va shu tashkilotlarga shaxsan Maduro rahbarlik etganini aytgan. AQSh Maduroni qo'lga olishga yordam beradigan ma'lumot uchun $50 million mukofot va'da qilgan edi. Maduro esa barcha ayblovlarni inkor qilib, AQShni giyohvandga qarshi urush bahonasida hokimiyatni ag'darish va Venesuela neftini qo'lga kiritishga urinishda ayblab kelgan. Boshqa davlatlar AQSh harakatini keskin qoraladi va qurolli tajovuz deya munosabat bildirishdi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.